20-asr boshlarida Turkiston zamirida millat uchun o'z taqdirini fido etgan bir toifa ziyolilar paydo bo'ldi. Ular o'zlarini jadidlar deb atadilar. Munavvar qori Abdurashidxonov, Abdulhamid Cho'lpon, Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Qodiriy, Abdulla Avloniy kabi fidoyi zotlar o'sha davrda millat ko'zgusiga aylandi. Ushbu zotlar jadidlar maktabini, maktab uchun yangi darsliklarni, gazeta va jurnallarni chop etdilar. Ushbu harakatlari millatni jaholat uyqusidan uyg'otish uchun nafaqat ma'rifiy, balki o'sha davr uchun siyosiy, milliy istiqlol g'oyalarining asosini tashkil etar edi. Hozirgi kunda O'zbekiston yoshlari jahon arenalarida ilm-fan texnologiyalari bo'yicha erishgan yutuqlarning asosini bevosita jadidlarning ma'naviy ma'rifiy tayanch g'oyalari asosida vujudga kelgan. Bugungi kundagi yoshlar jadidlarga munosib avlod bo'la olyaptimi? Ushbu savolga siz qanday javob berasiz?